İşğalchi Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda zulm va irqiy qirg'inchilik ilib berayotgan bir vaqtda Uyg'ur xalqidan yig'ilgan ioni Xitoyga yo'llandi. Xitoyning Wuhan shahrida yangi tipli tojsimon virus sababli 23 yanvardan boshlab butunlay qamal qilindi. Wuhanda savdo ishlari bilan shug'ullanayotgan va Xitoy tarafidan Xinjiang sinfi nomida majburiy ib berilayotgan nurg'un kishi bu shaharda qapsilib qoldi. Shuning bilan birga doiralar har qaysi joylarda Uyg'urlarni Wuhanga yordam qilishga safarbar qilishga chaqirdi. Ündidar süpsida tarqalgan uchurlarga asoslanganda Wuhanda faoliyat qilayotgan Maykar shirkatidagi xodimlarmi yurtiga qaytolmay qapsilib qolgan. Bu şirketning mas'uli Shuhrat Rasul şirket topida ioni chaqirga e'lon qilgan bo'lib, o'zi 100 ming yuan ioni qilgan. Şirket va xodimlari jami 1 million 540 ming yuan ioni to'plagan. Shuning bilan birga Sharq Turkistondami Wuhanga yordam berish va ioni qilish safarbarligi qilingan. Qozog'istondagi Uyg'urlar 1997 yili 5 fevral Sharq Turkistonning G'ulji shahrida yuz bergan qonli qirg'inchilikning 23 yilligi munosabati bilan shahidlarni xotirlash va duo qilish faoliyati o'tkazdi. 5 fevral kuni Qozog'istonning eng chong shahri Olmaotada o'tkazilgan faoliyatga nurg'un kishi qatnashdi. Faoliyatda G'ulji shahidlarga va Xitoy zulmida hayotidan ayrilgan barliq mazlumlarga duo qilindi. Dünya Uyg'ur qurultayining faoliyatlari haqida qisqacha ma'lumot berildi. Yana bir tarafdan Washington qatorliq shaharlardami G'ulji qirg'inchiligini xotirlash faoliyatlari o'tkazildi. O'tgan hafta Xitoy doiralarining Sharq Turkistondan 142 nafar sahiya xodimini Xubeyga yordam guruhi nomida virus markazi bo'lgan Wuhan shahriga avatganligi xabar qilingan edi. Xitoy bu kishilarning ismini oshkorlamagan bo'lsa-mu, lekin ba'zilarining kimligi oshkorlandi. Korli shaharlik Uyg'ur tibobat doktorxonasidan Qambarnisa Sherif doktorining bu guruhida borligi va oilasi bilan vidolashgan ko'rinishi ommaviy taratqularda oshkorlandi. Ko'zatuvchilar bu Uyg'ur doktorlarning vabo rayoniga Xitoy aytgandek fidoyi bo'lib emas, balki Xitoyning vazifa deb zo'rlash bilan bog'anligini bildirishdi. Xitoyda yangi tipli koronavirus hujumi sababli o'lganlar soni 723 ga, yuqumlanuvchilar soni 34546 ga yetdi. Xitoy Səhiyyə Komitetining e'lon qilishicha 7 fevral kechgacha yangi tipli o'pka yallig'i virusi sababli o'lganlar soni 723 ga yetgan. Yuqumlanuvchilardan 6101 kishining ahvolining og'ir ekanligi bildirildi. Shuning bilan birga yuqumlangan deb gumon qilingan kishi soni 27657 bo'lib, yuqumlanuvchilar bilan uchrashganligi uchun kuzatish ostiga elingan kishi soni 189600 ga chiqqan. 7-lar bir kun ichida 86 kishi hayotidan ayrilib, 3000 dan ortiq kishi yuqumlangan. Yana bir tarafdan Amerika hukumatı yangi tipli o'pka yallig'i virusiga taqobil turish uchun Xitoy va virus ta'siriga uchragan boshqa davlatlarga 100 million dollargacha yordam berishga tayyor ekanligini bildirdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Fransiyaning yadro o'q beshini 300 ning ostiga tushirganligini bildirdi. Macron Parijda o'tkazilgan bir harbiy maktabda so'z qilganda Fransiyaning mudofaa strategiyasi haqida to'xtaldi. O Yevropa davlatlarining harbiy hozirliklarini kontrol qilish jihatda o'rtaq bir xalqaro strategiyasi bo'lish kerakligini ta'kidlab mundaq dedi. Fransiya yadro o'q beshini 300 ning ostiga tushirdi. Boshqa yadro davlatlarini konkret qadamlarni besib, tadrijiy holda yadrosizlantirishga qarab mengishni talab qilishga haqliq. Yevropaning uzun mezgillik bexatarligining Amerika bilan kuchlik ittifoqdoshlik qurish orqali amalga oshadiganligini tilga olgan Macron, shuning bilan bir vaqtda mustaqil harakat qilish iqtidorini o'stirganligini ta'kidladi.